Salom do'stlar. 50 kun oldin biz do'stim bilan yugurish challenge'ini boshlagandik. Mana bugun 50-kunni ham yakunladim. Va 50 kun to'xtovsiz har kuni kamida 3 kilometrdan yugurdik va bundan keyin ham davom ettirmoqchimiz. Va 50 kun oldin yugurish challenge'ini boshlaganimizda o'zi yugurishda average pace degan narsa bor. Ya'ni siz agar bir kunda, ya'ni bir urinishda 3 kilometr yurgan bo'lsangiz, ya'ni bu average pace, misol uchun 6 bo'ladigan bo'lsa, siz 3 kilometrda 18 minutda, ya'ni 18 minutda bosib o'tasiz. Bu sizni 1 kilometrda qancha minutda bosib o'tishingizni aniqlab beradi. Birinchi men boshlaganimda shu 6,5 bilan boshlagandim. Hozir 5-5,5 ta o'rtasida turibdi. Ya'ni shu 50 kun davomida 5-5,5 darajaga tushirdim. 1 kilometrda 5-5,5 minutda tugatyapti. Ya'ni bu hozir men uchun zo'r natija deb ayta olsam bo'ladi. Va shu 50 kun davomida yana ko'p o'rgangan narsalarimizdan bu davom etdik. Ya'ni 30 kun to'xtovsiz 20 kun davomida orada 1 kun yangi sayt hamfaraq bo'ldi. Va undan tashqari shu davomiylik bo'layotgan bo'lsa va bu uzoq masofalarga yugurganimizda asosan o'rganadigan narsa bu odamni o'ziga bo'lgan sabr. Ya'ni bir yarim marafon ham yugurdik. Bu yarim marafonda o'zingiz bilan o'zingiz qolgansiz va sabrli bo'lish kerak. Ya'ni uzoq masofani bosib o'tish. Va bu 50 kunni tugatish bilan odam o'ziga kuch, ya'ni biror ishni qila olishini, ya'ni o'zingizga bo'lgan ishonch ancha ortadi. Harakatdan to'xtamaymiz, rivojlanish, sog'lom hayot va har kuni harakatda.